Tabiat va hayvonot dunyosini asrash, ayniqsa yo'qolib borayotgan turlarni saqlab qolish global miqyosdagi ustuvor vazifalardandir. O'zbekistonning janubiy hududlaridagi noyob ekotizimlar joylashgan Surxon davlat qo'riqxonasi bu borada muhim ilmiy va amaliy markaz hisoblanadi. Qo'riqxonada yashovchi noyob va endemik hayvonlar turlarini saqlab qolish, ko'paytirish hamda ularning yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadida muntazam monitoring tadbirlari o'tkaziladi. Surxon davlat qo'riqxonasi hududida uchraydigan asosiy va noyob hayvonlar sonini aniqlash maqsadida kuzgi sanoq tadbiri bo'lib o'tdi. Odatda bahor va kuz fasllarida amalga oshiriladigan ushbu sanash jarayoni yuqori malakali mutaxassislar va zoologlar tomonidan olib boriladi. Hisob-kitoblar faqatgina sonni aniqlash bilan cheklanmay, balki populyatsiyaning umumiy sog'ligini, yosh tarkibini, ko'payish dinamikasi va yashash muhitidagi o'zgarishlarga moslashish darajasini baholashga xizmat qiladi. Kuzgi sanoq natijalariga ko'ra, bu yerdagi noyob hayvonlarning turlari 15% ga oshganligini biz guvohi bo'ldik. Sanashda zamonaviy usullar yordamida hududni kuzatish va hayvonlarning izlarini o'rganish kabi ilmiy yondashuvdan foydalaniladi. Olingan ma'lumotlar tahlil qilinib, qo'riqxona ma'muriyati uchun aniq xulosalar beriladi. Sanoq davomida biz albatta ko'proq migratsiya qiluvchi hayvonlar, ya'ni ko'chib yuruvchi hayvonlarga ko'proq e'tibor qaratyapmiz. Sababiki Surxon davlat qo'riqxonasi Ko'xtang tog' tizmasida joylashgan. Ko'xtang tog' tizmasining 3 dan 2 qismi esa Turkmaniston Respublikasiga qarashli bo'lib, asosan ko'chib yuruvchi, migratsiya qiluvchi hayvonlarimiz Turkmaniston Respublikasiga ko'proq migratsiya qiladi. Sababiki biz o'sha Turkmaniston Respublikasidagi qo'riqxonasi xodimlari bilan doimiy aloqadamiz. Ularning yashashiga, o'sha populyatsiya holatining barqarorligi bo'lishiga to'sqinlik qilayotgan omillarni o'rganib, ularning sabablarini aniqlab, muammolarni bartaraf qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqishga birgalikda harakat qilib kelmoqdamiz. Bir qarashda silliq sirtga o'xshab ko'rinadigan viqorli Ko'xtangning 12239 gektar maydoni o'rmon bilan qoplangan. Qo'riqxonada o'simliklarning 807 ta turi uchraydi. Shulardan 47 xili O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan. Suv temizuvchilarning 26 turi, qushlarning 137 turi, sudralib yuruvchilarning 24 turi, jami 194 turdagi jonivorlar bu hududni makon qilgan. Qo'riqxonadagi muhofazaga olingan hayvonlardan 18 turi Xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqining qizil ro'yxatiga kiritilgan. Bundan tashqari qo'riqxona bo'ri, tulki, quyon, jayra, bo'rsiq, tog' suvsari, kaklik va boshqa ko'plab hayvonlarning yashash manzili sanaladi. Fakt 24 dan o'rin olgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Dasturlarimiz davom etadi. Bizdan uzoqlashmang.